Assalomu alaykum jigarlar. Navbatdagi mashinamizni 5-mashinamizni sotdik bugun. 2023 ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza. Xudolos oxir yilga jentiralar desam bo'ladi. Ko'rganingizdek, mashina ideal holatda, juda ham go'zal, chiroyli. Sizlarga qilingan joylari yo'q. Mashinamizning ichki qismlari yangi holatda turadi. Mana obshipkalari ko'rganlaringizdek juda ham zo'r. Akamizga poli chol qo'shib berdi. Xudo xolasa bu Urgut tumaniga ketdi. Narxi $10,900 bo'ldi do'stlar. Shuhrat akamizga, Xudo Shuhrat aka. Mashina yoqdimi aka? Mashina aytgandek chiqdimi? Kraskalar top-toza bu. Aka, yaxshi kunlarga miningizlar. Mana to'zdiningizlar, Xudo xolasa. Bundan ham zo'r mashinalar qilib beraveray aka. Xudo xolasa pastdan nomerga aloqa chiqarsizlar. Bizlarda hamma mashinalardan bor. Do'stlar, Xudo xolasa narxlarni juda ham zo'r holatda qilib beramiz. Sog' bo'lingizlar. Like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.